Cobalt so'raganlarga Deno'dan 2026 EMSM sotuvda ekan 2000 km yurgan vidroli domdek ko'rib. Avtomobili 2021 54 ming yurgan. Naqd ham, variant ham, через bank ham kelishaveramiz. Telefon qilasizlar, kelishtirib beramiz deb. Avtomobili Sarasadan, Dehqondan 2022 tex pasport, kuzov 2023 56 ming yurgan. Avtomobili Sheroboddan 2020 naqdga kelishamiz debdi. Avtomobili Deno'dan 2026 EMSM Cobalt sotuvda ekan. Xo'p, naqd ham, variant ham kelishamiz. Avtomobili Sheroboddan 2024 34 ming yurgan. Pul yetmasa 1 oy yarim oy kutamiz. Avtomobili Deno'dan 2018 toza ekan, 104 ming yurgan. Vidroli domdek ko'rib. Avtomobili Sho'rchidan 2022 134 ming yurgan. Naqdga yoki через bank kelishtirib beramiz debdi. Avtomobili Jarqo'rg'ondan Zokir aka Cobalt olib ketdi ekan, 2018 kelishamiz debdi. Avtomobili 2025 2400 km yurgan Cobalt sotiladi. Naqdga yoki через bank kelishamiz. 2024 Sho'rchidan 31 ming km yurgan Cobalt sotilar ekan, pul yetmasa dokumentgacha kutamiz yoki naqd yoki через bank. Xon Media. Barchaga yangilik salom, sizlar bilan Surxon Media kanali. Bugun sana 22 mart 2026 yil Surxondaryo viloyati Deno mashina bozoridan ikkinchi qismda faqat Cobalt narxlari chiqadi. Cobalt olaman deganlar bo'lsa, marhamat naqdga, variantga, через bank beriladigan Cobaltlarni sizlarga tanishtiramiz. Surxon Mediani ashaddiy obunachilar uchun mol bozor, qo'y bozorida G'iyosbek Xurramov YouTube kanalidan ko'rishingiz mumkin. Ekrandan yozib qoldiraman. Kommentariyada va opsiyasida silkasi bor. Qanunda Cobalt narxlarini tanishtirib o'tamiz. Korotka reklama Deno mashina bozorining ichiga. Assalomu alaykum Adham aka, zo'rmisiz? Assalomu alaykum aka, yaxshi. Ishlardan charchamayapsizmi? Adham akamiz Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'ondan Surxondaryo bo'ylab uyga tunika bon xizmatlari bo'lsa, bemalol bog'lanasizlar. Korotka video qilsizlarga tanishtiraman. YouTube'da, Instagramda to'liq videosi bor. Adham akamiz mana aka Surxondaryodagi, ya'ni Surxondagi uyni bitirgan, Surxondaryo bo'ylab shunaqa xizmatlar qilar ekan. Adham aka, bu uy katta ob'yom ekan, necha kvadrat va narxlari qanday? Narxlari 110 mingdan 135 minggacha. Bu uyimiz 392 kvadrat bo'lgan. Kattaligi uchun, ob'yom kattaligi uchun 120 ming so'mdan qilib berganmiz. Ob'yom katta bo'lsa, narxini yana kelishtirib beramiz deyapti. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda Adham akaning nomerini qoldiraman. Surxondaryo bo'ylab tunikabon xizmatlari bo'lsa, bog'lanasizlar. Korotka reklama Deno mashina bozori ichiga qo'yib o'taman. Azomchilarimiz uyga tunikabon xizmatlari bo'lsa, Adham akamiz 110 mingdan 135 minggacha qilib beryapti. 100 xildan oshiq fasonlar bor ekan. Bemalol bog'lanasizlar. Bu uyimiz Surxondagi uyda bitiribdi ekan. Sizlarga mana mashina bozori ichida korotka reklama qilib o'taman. Uyga tunikabon qildiraman deganlar bo'lsa, Adham akaga bog'lanasizlar. Qarang, juda chiroyli fasonda, juda chiroyli shaklda uyda bitiribdi ekan. Laychani bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Yangi Cobalt so'raganlarga Deno'dan 2026 EMSM salon ichi kojalik. Manaki EMSM Cobalt so'raganlarga 2026 ko'rishingiz mumkin. Qarang, hamma joy yangi turibdi, benzinda. Endi 2000 kilometrmi shuncha yurgan ekan, ABS konditsionerlari bor. Mana oldi faralari ham, balonlarni qarang, 4 ta balon qo'yildi-da. 4 ta balon qo'yilgan 2026. Xo'p, mana azonchilarimiz, salonchilarni qarang. İçi kojalik. O'zi salonda shunday chiqadi, EMSM. Mana 2800 km yurgan ekan, magnitofonlari bor, tavlosi 2 talik, avtomatik korobka. EMSM 2026 2800 km yurgan Cobalt Deno'dan sotilyapti. Mana EMSM Cobalt olaman deganlar bo'lsa, kelishtirib beradi aka mana. Zapaskalarni ham ko'rsatamiz sizlarga. Mana qarang, yangi turibdi, tushmagan. Aka, nech pul deyapsiz bu EMSMda 2026 ni? 165 million so'm endi aytilish bahosi kelishamiz deb. Aka, savdo nech pul bo'ldi? 58 qilindi berilmadi. 165 deyapsiz, 158 qilindi bermadingiz, ha? Tirikchilikka so'rab. Ha, tirikchilikka 158 ga so'rabdi ekan, naqdga kelishamiz deyapti. Aka, buni variant bormi yo'qmi? Varianti. Telefon qilasizlar, gaplashasizlar. Misol uchun 4-5 so'm yetmasa, biron narsani sotib yo dokumentgacha beraman, siz ham kelishamiz deyapti. Nomerda ayting aka. 90lik 90lik 226 226 8400 8400 shu nomerga bog'lanasizlar. Cobalt avtomobili Sho'rchidan 2022 yil avtomatik korobka Cobalt sotilar ekan, ko'rishingiz mumkin. Cobalt olaman deganlar bo'lsa, kelishtirib beradi. Oq, hadovoy, chiroyli Cobaltimiz sotuvda. Aka, kraska qanday? Kraska kirilda petno. Bitta kirilada petnosi bor ekan, ko'rishingiz mumkin. Motorni qarang, 4-pokoleniya gaz, metan, ABS konditsioner bor. Xo'p, 134 ming yurgan aka. 4 ta balon yangi, 8 diskali avtomatik korobka Cobaltimiz sotuvda ekan. Sho'rchidan. Mana 134 ming yurgan. Salonchilarni qarang, monitorlari bor. Chiqolib ekan, polik tashab qo'yibdi akamiz. Mana salonchlari.
Xo'p, Sastanazordan bitta kirilida petnosi bor deyapti akamiz. Kelishtirib beramiz deyapti. Cobalt avtomobili sho'rchidan ekan. Aka, necha pul deyapsiz buni? 120 deyapmiz, o'tib beramiz deyapti. 120 million so'm baho qo'yamiz, xayriga o'tib beramiz deyapti. Endi 120 degan bilan savdo qilasizlar. Aka, bozor necha qilyapti? 116-15 qilib turibdi. 115, 116 million atrofida savdo bo'ldi, kelishtirib beramiz. Variant naqd aka qanday sotamiz? Cheris Bank yoki naqdga kelishamiz deyapti. Nomerni ayting aka. 99 99lik 464 464 97 30. 97 30 shu nomerga bog'lanamiz. Cobalt avtomobili Dehqondan, Sheroboddan 2020-yil kraskasi toza Cobalt sotilar ekan. Cobalt oladiganlar bo'lsa kelishtirib beradi. Xo'p, 2020 Cobaltni tanishtirsak. Xo'p, motordan qarang, 4-pokoleniya metan, ABS, konditsioner bor. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, aka yurgani qancha buni endi? 2020 desa? Yumshoq balon. 4 ta yumshoq balon ekan. Xo'p, mana salonchlari. Xo'p, mana 89 ming yurgan. Sheroboddan kelib akamiz Cobalt sotgani ko'rishingiz mumkin. Mana sastanlarni qarang, chuqurlari ham yaxshi turibdi. Tagi poli qilingan ekan lilonda. Mana orqada metanni bor, zapaskasi ham bor ekan. Mana bagajlarini qarang. Aka, necha qilyapsiz bu 2020 ni? 122 deyapmiz. 122 million so'm baho qo'yapsiz. Savdoni ayting aka. Savdosi 15 ga borib qoldi. 122 baho qo'yilyapti, savdosi 115 ga borib qolibdi ekan. Kelishamiz deyapti. Aka, naqd variant qanday sotamiz? Naqdga nomerni ayting aka. 93lik 769 0091 shu nomerga bog'lanasizlar. Cobalt so'raganlarga Denodan 2021-yil Cobalt soatlar ekan, qarang, 4 ta sakadiska qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin 215 ga 60 ga 16 lik Shirokki 2021 Cobalt soatlar ekan. Kraskasi qanday aka? Kraskasi top toza ekan, qarang, sostatsiyasi ham udar turibdi ekan. Даже petnosi ham yo'q ekan. Xo'p, 2021 zavodga ekan ochilmagan-ku. Ochilmagan ekan motori, konditsioner bor, ABS bor, metan 4-pokoleniya qo'yilgan. Xo'p, 2021 Cobalt sizlarga tanishtiraylik. Denodiki ekan. Probeg qancha aka? Probeg mana 54 ming yurgan. Ko'ryapsizlarmi? Salonchlari ham toza turibdi. Endi olganga yarasha kimdir tozasini oladi, kimdir sal munayroqdan oladi, yengilroqdan. Xo'p, aka, bu 2021 da narxi necha pul? 129 million so'm baho qo'yapti, kami bor, kelishamiz deyapti. Aka, savdo bo'ldimi yo'qmi? Yo'q, hali savdo bo'lmadi. 129 million so'm baho qo'ydi, kelishtirib beramiz deyapti. Hali savdo bo'lgan yo'q. Aka, bu naqd sotamiz variantmi, Cheris Bankmi, qanday aka? Endi telefon qilsa kelishaveramiz. Kelishaveramiz, ham bo'ladi, varianti ham bor. Varianti ham bor, ha? Nomerni aytib qo'ying aka. 93lik 93lik 956 956 4 956 33 33 4 3 nomeriga bog'lanasizlar. Sarasadan 2022 Style Cobalt sotuvda ekan. Dehqondan Sarasadan Cobalt oladiganlar bo'lsa, marhamat. 2022 avtomatmi? 2022 Style avtomat. Mana aka sakadiska 4 ta balon qo'yilgan. Xo'p, 4-pokoleniya propan qo'yilgan, 4-pokoleniya. Xo'p, hali motor ochilmaganmi aka? Konditsioner ABS bor, chunki zavodga germetikka turibdi ekan. Faralar medlayna qilingan ekan, qoraytirib. Xo'p, mana navrotlari qilingan ekan, bar-mar, xullas monitorigacha qo'yilgan ekan. Ko'rishingiz mumkin, probeg 56 ming yurgan. Xo'p, video registratorgacha bor ekan. Cobalt olaman deganlar bo'lsa, marhamat, Sarasadan Dehqondan Cobalt sotilar ekan. Kraskasi qanday aka? Kraskasi yo'q, toza. Yili necha edi aka? Xo'p, yili necha edi? 2022 ekan. Mana oldiga tonirovkasiga ham ruxsati bor ekan. Mana kuzov raqami 23 ekan. Texpasport 22, kuzov 2023 Sarasadan Style avtomat korobka Cobalt sotiladi. Aka, narxi necha pul? Narxi 145 million so'm baho qo'yapti ekan. Savdo necha bo'ldi aka? 145 baho qo'yilib, 135 million so'rabdi ekan, bermadingiz. Kelishamiz aka. Nomerni aytib qo'ying aka. 94lik 461 23 63 nomerga bog'lanasizlar. Sarasadan Cobalt sotiladi. Aka, naqd sotamiz, variant yo'q. Bo'ldi. Naqdga kelishamiz. Cobalt avtomobili 2024-yil sho'rchidan oq Cobalt sotilar ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. 2024 kraskasi qanday aka? Toza. Avtomat mexanikmi? 2024 avtomat toza ekan, kraskasi. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, 4-pokoleniya Euro propan ABS konditsioner bor. Mana motorlarni qarang. Yurgani qancha aka buni 24 da? Kraska toza. 31 ming kilometr yurgan, kraskasi toza deyapti. Mana o'zini champerami qanaqadir balonda turibdi, radniy baloniga.
Xo'p, mana 31 ming kilometr yurgan 2024 avtomatik korobka, rullari tushib, ligrovka bo'ladigandan sotlariga mana chiqol poliklari yo'q. 31 ming kilometr yurgan avtomatik korobka Cobalt shortchidan sotlar ekan. Aka, narxi necha pul buni? 142 million bo'lsa beramiz deb Surxon mediadan ko'rib telefon qilyapman desangiz, kelishtirib ham berar ekan. Xohlasangiz naqdga, xohlasangiz через bank. Ha, agar 4-5 ming etmasa, dokumentgacha ham kutamiz deyapti aka. 15 ga 20 kun kutish niyati ham bor ekan. Nomerni ayting aka. 99 lik 464 464 97 30. 97 30 shu nomerga bog'lanamiz. Cobalt avtomobili Jarqo'rg'ondan 2018 bir tomchi kraskasi yo'q deyapti akamiz. 2018 Cobalt sotlar ekan. Jarqo'rg'ondagi mana 75 Surxondaryo nomeri 4-pokoleniya metan, ABS konditsioner bor. Hali motor ochilmagan ekan-a? Zavodga germetika turibdi. 2018-yil Cobalt. Mana 6,5 ballonlar. 4 ta balloni ham bor ekan. Xo'p, salonchilar mana chiqol polik qilingan. Tayyor ekan aka. Probeg 121 ming. Mana probegi 121 ming yurgan. Jarqo'rg'ondan kelgan Cobalt sotilyapti ekan. Zokir akani Cobalt ekan. Metan aka? Metan temir, zapaskasi ham bor ekan. Aka, narxi necha pul buni endi? 110 million. 110 million so'm baho qo'yilyapti ekan. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? 100 million bo'ldi bermadi. 110 baho qo'yilyapti, 100 million so'm savdo bo'libdi, bermabdi aka. Aka, variant naqd qanday sotamiz? Naqddan nomerni ayting aka. 94 lik 94 lik 208 208 26 26 11. 26 11 shu nomerga bog'lanamiz. Jarqo'rg'ondan Zokir aka kelishtirib beramiz deyapti. Cobalt avtomobili 2025 style Cobaltimiz sotuvda ekan. Mana oq Cobaltdan ko'proq video qilamiz. Endi hadovoy oq bo'lyapti. Kimdir oqidan, kimdir qorasidan haydashi mumkin. 2025 avtomatik korobka style Cobalt sotuvda ekan. Shortchidan yoqilg'isi 4-pokoleniya propanda konditsioner ABS bor. Yurgani qancha aka buni? 2400 bo'ldi. U endi 2400 km yurgan Cobalt. Qarang, o'zini radniy ballonlariga turibdi. Salonchilardan ko'ra yangi mashina olaman deganlar bo'lsa, kelishtirib beradi. Mana 2442 km yurgan Cobalt. Avtomatik korobka Cobalt narxi bilan tanishtiramiz. Aka, kraska top-toza. Даже buferigacha tosh tegmagan ekan, top-toza ekan. 2024 2400 km yurgan Cobaltimiz 25 mi aka? Uzr, 25 ekan. 2024 debman, uzr, 2025 ekan. Xo'p, aka nech plyas 2025 da? Qancha? 150 million deyapti, qayerga o'tib 2025 Cobaltni 150 million so'm baho qo'yapti. Xayriga yana o'tib kelishtirib beramiz deyapti. Aka, bozor savdo necha bo'ldi? 45-46 so'rab turibdi naqd pulga. 145 146 million naqd pulga so'rab turibdi ekan, kelishamiz deyapti. Aka, nomerni ayting. 99 99 lik 464 464 97 30. 97 30 shu nomerga bog'lanamiz. Sardor aka Ostrentda. Cobalt avtomobili 2024-yil avtomatik korobka Sheroboddan Cobalt sotuvda ekan. Xo'p, 4 ta eshik, kapot, kirishasi yana nima bo'lgan? Polni shumka bo'lgan aka. Xo'p, sonsiz zashta qo'yilgan oldiga 2024-yil avtomatik korobka Cobalt Sheroboddan 4-pokoleniya metan konditsioner ABSlari bor. Xo'p, probegi 34 ming ekan, o'zini radniy balloniga ekan. Xo'p, mana salonchilarni qarang. Rollarni qarang. Xo'p, mana azobcharimiz ichlarini ham ko'rishingiz mumkin. Yeshiklar polni tepagacha shumka qilingan deyapti akamiz. Mana orqalarini ham ko'rishingiz mumkin. 2024 mi aka? Narxi necha pul aka buni? 2024 narxi 145 million so'm baho qo'yilyapti, kelishtirib beramiz deyapti. Aka, savdo bo'limi yo'qmi? Savdosi 138 so'rayapti, 145 deyildi, kelishamiz deyapti. Nomerni ayting aka. 97 lik 97 lik 261 261 66 64. 66 64 shu nomerga bog'lanasizlar, Sheroboddan Cobaltni kelishamiz deyapti. Aka, variant bormi yo naqdmi? 400 so'm yetmasa kutib turamiz 1 oy yarim oygacha. Anaqa yetmagan 1 oy yarim oy kutamiz deyapti, iloji boricha naqdga sotar ekanlar. Cobalt avtomobili Denodan 2026 ga 2026 M7 Cobalt sotuvda ekan, chot spravkada ekan. Mana bez probeg Cobalt olaman deganlar bo'lsa, marhamat, M7 Cobalt sotuvda ekan, tanishtiramiz. Qarang, hali gaz pas qo'yilmagan. Shunday salondan chiqqan, yangi turibdi ekan. Qarang, konditsioner bor, ABS udar ekan, aka. Ha, yangi chiqqan. Yangi chiqqan mana. M7 motor mana. Balonlari 2026 ga 2026 chot spravkada ekan. Mana 15 km yurgan, tablosi ikkitalik, ha? Mana yangi chiqqan Cobalt so'raganlarga
Cruise control, yangi mikrofon, xullas avtomat korobka, MSM 2026 Cobalt sotuvda ekan Denodan. Qarang, bagajlarni qarang. Qarang, hamma narsasi yangi turibdi. Aka, nech bilyapsizlar endi buni narxini? 165 million so'm aytilishi. Savdo nech pul bo'ldi aka? 165 million so'm aytilishi, 60 million so'm savdo o'tdi ekan, kelishtirib beramiz deyapti. Naqdga aka? Naqdga ham, variantga ham farqi yo'q ekan. Gaplashamiz, xohlagan variant qilib beramiz deyapti. Aka, nomerni ayting. 91lik 515 60 nomerga bog'lanasizlar. 2026 MSM Cobalt sotuvda Denodan. Cobalt avtomobili Denodan 2018-yil top toza Cobaltimiz sotuvda ekan. 2018 даже galobkalari ham ochilmagan deb aytganmiz. Olatga odam kelib ko'rib, tekshirib savdo qila olasizlar. Xo'p, 2018 ni tanishtirsak. Aka, hali motori ham ochilmagan ekan-a? Zavodskiy germetikka turibdi. 4-pokoleniya metan ABS konditsioner bor. Yurgani qancha aka? Yurgani 100 ming kilometr yurgan 2018 kraskasi toza ekan. 4 ta balon yangi qo'yibsiz aka? 4 ta pachka yangi balon qo'yilgan. Mana salonchilarni qarang. Uzoqroqdan ko'rsatsak. Mana 104 ming bo'libdi ekan probegi. Xo'p, 2018 Cobalt oladiganlar bo'lsa, aka kelishtirib beradi. Sostenaz zo'r ekan. Endi oladigan odam kelib tekshirib ko'rib olasizlar. Orqada metani ham bor. Mana yo'llarni ochib qo'yibdi, tekshirib olasizlar. Ko'ryapsizlarmi? Xohlasangiz bu yonni ham zavod turibdi. Aka, narxi nech pul buni endi? 2018 da 116 million so'm baho qo'yapti. Albatta kami bor, kelishtirib beramiz deyapti. Savdo necha bo'ldi aka? 108-109 ming atrofida savdo bo'lib turibdi ekan, yana kelishamiz deyapti. Nomerni ayting aka. 93lik 956 33 4 ta 3 ekan. Shu nomerga bog'lanasizlar.